Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Charchamasdan ro'zalar bilan kecha qo'ygan postimizga ko'pchilik javob beribdi. Alloh rozi bo'lsin hammadan. Ishqilib yaxshi aktiv hamma. Lekin aniq bitta to'g'ri javobni bir insonimiz beribdilar. Ko'pchilik oyoq, ko'pchilik qo'l, kaf deyishibdi. To'g'ri, bu ham tahorat qilgancha a'zo kiradi-yu. Lekin 13 marta deyilganda 13 marta. Hozir bir inson to'g'ri javob bergan. Xo'sh, Aminovich degan bir insonimiz og'iz, til, tish. Bu to'g'ri javob. Yana bir insonimiz ham og'izida suv olib g'arg'ara qilinadi, balkim og'iz bo'lishi mumkin. Bu ham to'g'ri yaqinlik aniqi bu. Aminovich bilan bog'lana olmadik. Hozir yozib yubordik. U kishi agar telefon raqamini yozsalar bog'lanamiz bu kishi bilan. Nimaga aynan og'iz, til, tish degan savol tug'iladi. Misol, o'zim ham shu narsani eshitib hayron qolgandim. Keyin Qoragadan so'ram, Qoraga nima uchun shunaqa? U kishi aytdilar, 3 marta og'iz chayqaladi, g'arg'ar qilinadi, to'g'ri. Har bir tish 2 martadan chayqaling. Har bir tish sohasi oldi, yon, bu yon. Oxiriga til ham tozalanar ekan. Tepadan pastga qarab tozalanar ekan. Shu narsani eshitib haqiqatan shunaqa tahorat qildim, yengillik his qildim. Qoragadan so'radim, Qoraga yengillik his qildim dedim. Bu kishi aytdilar-ki, o'qigan namozimiz, o'qigan Qur'onimiz chiroyli chiqishi uchun shunaqa narsa qilinar ekanda. Shu insonga rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Mana bilmagan narsamizni menga o'rgatdilar. Men sizlar bilan ulashdim. Endi shu inson bilan bog'lanamiz, Aminovich bilan. Xudo xolasa raqamdan bersalar, Shahrusabzga bo'lsa, Shahrusabzga olib borib beramiz. Mukofotlarni, ehsonni. Agar boshqa viloyat bo'lsa, BTS pochta orqali chiqaramiz. Kuzatib boringlar. Shu insonni o'zimga qiziqib qoldim, kim ekan deb. Inshaalloh